umraga borib kelishning pulidan ko'ra undan keyin keladigan ziyofatlar qimmatroq turadi. Haqiqatda shunday. Kelgandan keyin 4 ta quda, 50 ta qo'shni, 5 ta mahalladosh, sinfdosh, qarindosh, boshqalarga bir ziyofat berish kerak. Nima uchun? Nimaga? O'lgan odam o'ldi. O'lgan odamning o'ligidan ko'ra uning marosimi qimmat turadi, birodar. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Birodar, qo'ying, uni otasi o'ldi. Endi yana xarajat qilib turmasin endi u. O'zi bu darddan kuyib yotyapti, bir jigari vafot etdi. Bu musibatga sabr qilsinmi, xonama-xona hammani aytib osh bersinmi endi? Taraddud qilsinmi, ziyofat bersinmi? Qayerdagi gap bu? Bugun ta'ziya marosimlaridagi rasm-rusumlar, behuda narsalar, isrofgarchiliklar. To'y marosimida ham xuddi shunday. Janozada, aqiqada, umra va hajlarda. Unday qilmaylik. Tugataylik buni. Odamlar nima desa deyaversin. Odamlar bugun sizni gap qildi, ertaga ham qiladi. Bersangiz berdi deb deydi, bermasangiz bermadi deb deydi, birodar.